Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor, Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dhabi shahridagi Etihad Arena majmuasida MMA bo'yicha UFC Fight Night 282 turniri o'tkazildi. Ahamiyatlisi, tarixda ilk bor bir musobaqada ikki hamyurtimiz jang qildi. Markaziy janglarda vakillarimiz ishtirok etdi. Asosiy jangda Bogdan Guskov rossiyalik sobiq chempion Magomed Ankalayev bilan to'qnash keldi. Main eventda esa Ramazon Temirov Avstraliya vakili, titul uchun sobiq da'vogar Steve Erkek bilan jang qildi. Qadrli do'stlar, keling asosiy kartdan boshlaymiz. Markaziy jang yarim og'ir vaznda Magomed Ankalayev Bogdan Guskov ustidan g'alaba qozondi. Main eventda esa o'rta yengil vazn toifasida Steve Erkek Avstraliya vakili 14-20, 5-2 hisobida Ramazon Temirovga, ya'ni nokaut orqali mag'lubiyatga uchradi. Yengil vaznda Magomed Zaynosov rossiyalik 9-0 hisobida Dominik Respektni yo'q qilib tashladi. Hakamlarning yaqdil qarori bilan albatta. Og'ir vaznda Rezvan Kuner rossiyalik 15-18, 3-4 va 1-2 hisobida Tyrell Fornchni mag'lubiyatga uchratdi. Qadrli do'stlar, nima bo'lganda ham Ramazon Temirov endi kamar uchun jang qiladi. Albatta asosiy favoritga aylanib oldi va hamyurtimiz Ramazon Temirov 100 ming AQSh dollarida bonus ham oldi. Albatta do'stlar, hamyurtlarimizni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, olg'a O'zbekiston, olg'a Bogdan Guskov, olg'a Ramazon Temirov deb yozib qo'yishni unutmang. Ikkalasi ham juda ham chiroyli jang qildi va nima bo'lganda ham do'stlar, mag'lubiyatga uchraydimi, g'alaba qozonadimi, albatta omad tilab qolamiz do'stlar. Kecha poytaxtimizda Humo Arena majmuasida All Stars professional boks oqshomi o'tkazildi. Turnir markaziy jangida o'zbekistonlik prof bokschi super yengil vazn toifasida IBF kamari uchun sobiq da'vogar Shohidjahon Ergashev rossiyalik Mark Urvanov bilan bahs olib bordi. Yarim o'rta vazn toifasida tashkil etilgan bahsda Shohidjahon Ergashev o'zi bir necha bor ta'kidlaganidek birinchi raunddayoq raqibini mag'lubiyatga uchratdi. Bellashuvda texnik nokaut qayd etildi. Hamyurtimiz mag'lubiyatga uchratishi bilanoq intervyu berdi. Marhamat do'stlar, intervyuni eshitganingizdan keyin Shahram G'iyosovning javobini ham eshittiraman do'stlar. Shahram, где ты? Вот sen to'g'ri urishganing yarim minutga ham yaramadi. Davay o'zing bilan urishamiz. Men bugun senga ofitsialniy vizit tashlayman. Если хочешь, agar xohlasang urishni, вот. Menga yarim soatdan beringlar, men razvelkaga kirib, Qo'qonni cho'ng'aroshidan bitta yeb chiqaman. Luboychasiga urishib qo'yaman. Davay. Sho'rkik beringlar, agar sho'rki bo'lsa, perchatka, я готов. Давай сделаем это бой. Давай Shahram, shu bo'yda qilaylik. O'z yosham ketdi. Всё, senga oxirgi marta vizim, если agar xohlasang, davay 66-700 da. Men o'zi 60 yarim urishganman. 66-700 ga ko'tardi vesimni. Agar xo'p desang, All Star Promotion Ziya tashkillashtiring shu bo'yda. Сделай это бой, пожалуйста, Ziya. Keyingi jangni Shahram G'iyosov bilan qilasizmi? Agar ursa, shuncha odamning ichida mana официальный через телевидение aytdim. All Star Promotion agar boks qilib bersa, rozi bo'lsa, o'zi paytida aytgan, что reytingim hozir baland, reytingi past. Shunaqa gaplar gapirgan. Mana 60 yarim, 66-700 ga ko'tardim. O'tayni ushilgan bo'lsa, endi meni sen kuchsizsan deb aytgan bo'lsa, boks rekordni ham ko'rishlayman. Men boks rekordni yaxshi o'taman. Men tayyor xohlagan. Mana hozir ayni damda so'zlaringizni tasdiqlash uchun kameraga qarab Shahram G'iyosov jangga chaqira olasizmi? Chunki chaqirdim. O'zlariga murojaat qila olasizmi, ya'ni o'zlariga? Hozir ham aytib ko'ringlar, o'ziga aytdim. Urush kerak baribir, chunki уже oldin urushganmiz, bir marta tutganmiz. Havoslab joyni bilaman. Ya'ni Shahram G'iyosov bilan bo'ladigan jangingiz prinsipialli jang bo'ladi. Bu nima deb o'ylaysiz? Xalq uchun kerak? Men prinsipialli jang bo'lmaydi. Men hamma sapinglar. Shahram G'iyosov bilan bo'ladigan jangingiz xalq uchun kerakmi, nima deb o'ylaysiz?
xalq uchun kerakmi bilmadim, lekin men uchun kerak, men uchun kerak. Bu paytda bo'lsa Shahram G'iyosov Shohjahon Ergashevning ushbu gaplariga Instagram sahifasi orqali javob berdi. Hamyurtimiz o'zining Instagram sahifasi Stories va Post bo'limiga o'zining barcha janglarini bitta videoga joylashtirdi va ilon tezroqmi yoki men tezroqmi deya zarbalarini ko'rsatib, uni necha sekundda yo'llayotgani, xullas barchasini video shaklida joylashtirdi. Qadrli do'stlar, albatta ushbu javobmi yoki yo'q bilmaymiz. Albatta nima bo'lganda ham hamyurtimiz tayyor ekanligini aytmoqda, lekin ko'p narsa uning promotorlariga bog'liqligi haqida ham gapirgan. Albatta birinchi jangda Shohjahon Ergashev g'alaba qozongan bo'lsa ham, u yana jang qilishni istamoqda. Nima bo'lganda ham do'stlar, nima deb o'ylaysiz, bu shunchaki sportivniy interes? Qadrli do'stlar, nima deb o'ylaysiz, bu jang bo'ladimi yoki yo'q? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring, barcha fikrlardan o'qib chiqaman. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Eng so'nggi yangiliklarni Uzbek MMA kanalida kuzatishdan charchamang. Xayr, sog'-salomat bo'ling. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha. Xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Uzbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.